Tövəndə dehqonlarga iqtisodshunos Daron Ajam o'g'li bilan James Robinsonning dunyoviy mashhur asri davlatlar, ya'ni millatlar nemishqa halok bo'ladidan uzluksiz tarjima. 4-bob 3-paragraf. Ahamiyati zo'r kichik farqlar. İngilizlarning yoki Angliya sanoat inqilobining sababidan dunyoning taksizligi shiddat bilan oshdi. Chunki dunyoning qisman joylarida Arkwright va James Watt hamda bularga agashganlar taraqqiy qildirgan kashfiyot va yangi texnikalarni qabul qilishdi. Nurg'un davlatlarning bu xil texnika to'lqinlarga qarta qaytirgan inkosi ularning namratliq ichida ezilishini yoki sijil bo'lgan iqtisodiy ishni qo'lga keltirishni belgilagan bo'lib, muassala olgan o'xshamagan tarixiy yo'llar hal qilg'ich rol o'ynagan. 18-asrning o'rtalariga kelganda dunyoning siyosiy va iqtisodiy muassalari o'rtasidagi farq gavdalik bo'ldi. Biroq bu farqlar qayerdan kelgan? 1688-yildagi Angliyaning siyosiy muassalarini Fransiya va Ispaniyaniki bilan solishtirsak, u cho'nqiroq ma'noda ko'p xil ishga qarab mangan. Agar biz tarixni bir asr keyniga surib 1588-yilga nazar solsak, o chaqda bu davlatlarning siyosiy muassalari o'rtasida mohiyatlik bir farqning bo'lmaganligini ko'ramiz. Bu üç davlatning hammasiga nisbatan mutlaq huquqni yurgizuvchi podshohlar hukmdorlik qilishgan. Angliyani podshoh Elizabeth I, Ispaniyani podshoh Philip II hamda Fransiyani podshoh Henry III so'ragan. Ularning hammasi Puhralar majlisi bilan, ya'ni Angliyada parlamentning, Ispaniyada Cortesning va Fransiyada 3 darajalik parlamentning texmi ko'p huquq va paxtiyaligi bo'lgan kontrollik haqidagi talablar bilan mujodala qilishga majbur bo'lgan. Ammo bu majlislarning hammasining huquqlari va uni yurgizish doirasi ma'lum ma'noda bir-biridan farqli bo'lgan. Masalan, Angliya parlamenti bilan Ispaniyadagi Cortesning baj haqida qaror chiqarish huquqi bo'lgani bilan Fransiyadagi 3 darajalik parlamentda u xil huquq bo'lmagan. Buning Ispaniya podshohligiga bo'lgan ta'siri cho'ng bo'lmagan. Chunki 1492-yili Ispaniya podshohligining Amerika qit'asida poyonsiz ketgan imperiyasi bo'lib, u yerlardan bayqalgan oltin va kumushlardan ko'p naf olgan edi. Angliyaning ayol podshohi Elizabeth I moliya jihati uncha mustaqil bo'la olmagani uchun puhralardan bajarish jihatda parlamentga iltijo qilishga to'g'ri keladi. Buning badaliga parlament ayol podshohning ba'zi jihatda o'zlariga yo'l qo'yishini, bo'libmi, uning monopoliyaga qarta cheklama qo'yishini talab qilishdi. Bu to'qinishda parlament asosida ustunlikni egalladi. Savdo tijorat monopol qilinmadi. Ammo Ispaniyada podshoh savdo tijoratni monopol qilib olgan edi. Eng dastlabda kichik ko'ringan bu farqlar 17-asrga kelganda muhim bo'lishga boshladi. Garchi Amerika qit'asi 1492-yilda bayqalgan bo'lsa-mu, hamda Vasco da Gama 1498-yili Afrika qit'asining uchidagi Good Hope, ya'ni yaxshi umid qo'ltiqini aylanib Hindistonga yetib borgan bo'lsa-mu, 1600-yilga kelganda Atlantikni cho'rdigan dunyo savdosi g'oyat zo'r kengayishga boshladi. İngilizlarning Shimoliy Amerikani mustamlika qilishi tunji bo'lib 1585-yili Roanoke, ya'ni bugungi Shimoliy Karolina shtatidan boshlandi. 1600-yilga kelganda Angliyaning Yiroq Hindiston shirkati qurildi. 1602-yilga kelganda Gollandiya ashunga barobar
Gollandiyadami ashuningga baravar shirkat qurildi. 1607-yili Virginia shirkatining qarmog'idagi Jamestown mustamlik rayoni qurildi. 1620-yillarda Karibian mustamlik qilindi. 1627-yili Barbados ishg'ol qilindi. Fransiya mo Atlantik kengayib, 1608-yili Yangi Fransiyaning, ya'ni hozirgi Kanadaning poytaxti Quebec shahrini qurib chiqdi. Bu xil iqtisodiy kengishlarning muassasalar uchun keltirgan natijasi Ispaniya va Fransiyaga qaraganda Angliya uchun bakla farqli bo'ldi. Chunki bu dal dastlabki kichik farqlarning bo'lganligidandir. Ayol podshoh Elizabeth I va uning varislari Angliyaning Amerika qit'asi bilan bo'lgan savdo tijoratini monopol qila olmadi, ammo boshqa Yevropa podshohlari qila oldi. Shunga Angliyada Atlantik savdo tijorati va mustamlikasi Angliya podshohligi bilan bog'lanishi bo'lmagan zo'r turkumdagi boy savdogarlarni barliq keltirgani bilan Ispaniya bilan Fransiyada ahvol undoq bo'lmadi. İngliz savdogarlari podshohning kontrolligidan saskinishdi. Shunga xonlik jamiyatining imtiyozlarini cheklash hamda siyosiy muassasalarni isloh qilishni talab qilishdi. Ular Angliyaning ichki urushi va sharafli inqilobda hal qiluvchi rol o'ynadi. Mushunga o'xshab ketgan to'qinishlar hamma yerda yuz berdi. Fransiya podshohlari 1648-yil bilan 1652-yillarning oralig'ida Fronde inqilobiga duch keldi. Bularning farqi faqat Ispaniya va Fransiyadagi podshohning mutlaq huquqqa qarshi turadiganlarga qaraganda, Angliyada podshohning mutlaq hukmronligiga qarshi turadiganlarning nisbatan boy ham son jihatda ko'proq bo'lish tufaylidan Angliyadagi inqilobning g'alaba qilish mumkinchiligining cho'ng bo'lishi edi. Angliya, Fransiya va Ispaniya jamiyatlarining 17-asrda o'xshamagan yo'llarni tutishi tarixning halqалық kesishim nuqtasida muassasalar o'rtasidagi bir chaqda kichik bilingan farqlarning o'zaro rol o'ynashining muhimligini tushuntirdi. Bir davlat yoki bir millatning tarixidagi halqалық kesishim nuqtasida yuz bergan muhim bir voqea va yoki nurg'un omillarning birlashma ta'siri mavjud siyosiy va iqtisodiy kuchning tangpanligini buzib tashlaydi. Bular faqatla bir davlatda cho'ng o'zgarish paydo qila oladi. Masalan, 1976-yili Mao Zedongning o'limi eng dastlabida Xitoy kommunistlari uchun hal qilg'uchi burilish nuqtasi paydo qildi. Lekin ko'pincha hollarda muhim hal qilg'uchi kesishim nuqtalar jamiyatlarning hamma sohasiga ta'sir qiladi. Xuddi mustamlik qilish va mustamliksizlantirish harakatlari dunyodagi ko'rminglagan insonlarning hayotiga ta'sir qilganga o'xshash. Talon-taroj xarakterli siyosiy va iqtisodiy muassasalar o'rtasidagi birlikdan ham ularning bir-biriga berilgan qo'llashidan kelib chiqadigan tadrijiy ilgirlashga qarata to'sqinliklar kuchli bo'lgani uchun halqалық paytda zamon almashtiradigan kesishma nuqtalarning bo'lishi intayin muhim. Bu xil aylanma zanjirining uzun muddat davomlashishi yomon sifatlik halqini paydo qiladi. Mavjud holatdan naf ko'radiganlar boy ham yaxshi tashkillangan kishilar bo'lib, ular o'zlarini iqtisodiy imtiyoz va siyosiy kuchdan mahrum qoldiradigan muhim o'zgarishlarga, islohotlarga qarata o'limli shaklda qarashtira oladi. Halqалық kesishim nuqtasida biror voqea yuz berish bilanla muhim rol o'ynaydigan kichik farqlar o'xshamagan inkaslarni paydo qilgan dastlabki muassasalarning farqlaridir. Mana bu nimishqa Angliya, Fransiya va Ispaniyaning muassasalarining nisbatan kichik bo'lgan farqlarining oxirida bir-biridan negizlik oldi farq qiladigan taraqqiyot yo'li qarab menishning sababidir. Atlantik savdo tijoratining Yevropaliklarga elib kelgani iqtisodiy fursatlar paydo qilgan halqалық kesishmalardan kelib chiqqan yo'ldir. Muhim halqалық kesishmalarda muassasalardagi kichik farqlarni cho'ng rol o'ynagani bilan muassasalarning farqlarining hammasi kichik emas. Tabiiyki, muassasalarning cho'ngroq farqlari ashundoq halqалық kesishim nuqtalarida davlatlar va millatlarni boshqa yo'llarga boshlaydi. 1588-yili Angliya bilan Fransiyaning o'rtasidagi muassasalar farqi kichik bo'lgani bilan Sharqiy Yevropa bilan G'arbiy Yevropaning o'rtasidagi farq nihoyat zo'r edi. G'arbiy Yevropadagi Angliya, Fransiya va Ispaniya qatorliq hokimiyatlar huquq kuchlik markazlashgan davlatlarda asosiy qonun asosidagi muassasalar, ya'ni parlament, 3 darajali parlament va korpus qatorliqlar bor edi. Shundaqla yana ularning asosli iqtisodiy muassasalari o'xshib ketishadi. Masalan, ularning hech qaysida
qulluq tuzumi yo'q edi. Bularga selishtirganda u chaqlarda Sharqiy Yevropa boshqacha bir dunyo edi. Polsha, Litvaniya podshohligi Sijlashta deb atalgan yuqori tabiiy sinf tarafidan idora qilingan bo'lib, ular shu qadar kuchli ediki, hatto podshohlarga saylanma haqida tonishtirish elib berishgan edi. Bu Quyosh podshoh deb atalgan Fransiya podshohligi podshohi Louis 14 ning hukmronligidek mutlaq hukmronlik bo'lmasimi, lekin yuqori tabiqining talon-taroj xarakterlik muassasalarning mutlaqiyatchi xarakteridagi hukmronligining hammasining mohiyati o'xshash edi. Sizlashda asosan degidek yo'tkulish erkinligi va iqtisodiy fursatlar bo'lmagan qullardan tarkib topgan yezigilik jamiyati ustidan hukmronlik qiladi. Yiroq Sharqda Rossiya imperatori Buyuk Petr Fransiyadagi Louis 14 ni idora qila olmaydigan mutlaq hukmronligini mustahkamlab, uni texmi zich va texmi talon-taroj xarakteriga yiqildi. Bu kitobning 109-betidagi 8-xarita 19-asrning boshlaridagi G'arbiy va Sharqiy Yevropaning tutgan yo'llarining o'xshamaslik darajasini ko'rsatib berdi. Ya'ni u 1800-yili bir davlatda qulluqning mavjud bo'lmaganligini ko'rsatib berdi. Xaritadagi qora rangda ko'rsatilgan davlatlarda qulluq mavjud, ammo suroq rangdagilarda mavjud bo'lmagan. Ya'ni Sharqiy Yevropa qora rangda, G'arbiy Yevropa sus rangda. Lekin G'arbiy Yevropadagi muassasalar har doim Sharqiy Yevropadagi muassasalardan bakir farqli bo'lib kelgan emas. Xuddi biz burun ko'rib o'tganimizdek, bu xil farqli ayrilish 14-asrda, ya'ni 1346-yili qora o'lim Yevropaga talafot keltirganda boshlangan. O chog'larda G'arbiy va Sharqiy Yevropadagi siyosiy va iqtisodiy muassasalarning o'rtasidagi farq intayin kichik bo'lgan. Hatto Angliya bilan Vengriyani Angevinlardan kelib chiqqan o'xshash oila a'zolari idora qilgan. Qora o'lim yuz bergandan keyin Sharqiy Yevropa bilan G'arbiy Yevropaning 17, 18 va 19 asrlarda gavdalik ifodalangan bir-biridan farqli bo'lishini paydo qilgani muassasalar orasidagi farqning zo'rayishi bo'lgan. Biroq bu xil farqli bo'lishni, ya'ni ayrilishni boshlagan muassasalardagi kichik farqlar eng dastlabda qayerda ko'tarilgan? Nemishqa 14-asrda Sharqiy Yevropada G'arbiy Yevropaga qaraganda boshqa siyosiy va iqtisodiy muassasalar bo'lgan. Nemishqa parlamentdan podshohning o'tirishidagi kuch taqponligi Angliyada Fransiya va Ispaniyaga qaraganda farqli bo'lgan. Keyingi bobda biz hozirgi jamiyatlarimizni solishtirganda ancha murakkab bo'lmagan jamiyatlarning o'zlarining fuqarolarining hayotiga kuchli ta'sir ko'rsatgan siyosiy va iqtisodiy muassasalarni barpo qilishganligini ko'ramiz. Bu hatto bugungi Botsvanadagi son xalqidek ovchilik bilan hayot kechiradigan, yer termaydigan va hatto muqim bir yerga o'ltiraqlashmagan xalqlarga nisbatan kuchga ega. Hech qanday ikki jamiyat o'pma o'xshash muassasalarni qurmaydi. Ularning farqli holdagi urf-odatlari o'xshamagan mulk huquqi hamda o'ldirilgan hayvonlarni yoki o'g'irlab kelingan o'ljalarni taqsim qilishning o'xshamagan usullari bor. Ba'zilari oqsoqollarning nobosini e'tirof qilishdi, yana ba'zilari e'tirof qilishmaydi. Ba'zilari dastlabki muayyan darajada siyosiy markazlashni qo'lga keltira oladi, lekin yana ba'zilari unda qilisha olmaydi. Jamiyatlarning hammasidagidek muayyan tarixiy farqlar, shaxslarning roli va yoki faqat tasodifiy omillarning ta'siridan paydo bo'lib, har xil usullar orqali hal qilinadigan iqtisodiy va siyosiy to'qinishlarga uzluksiz duch kelib turdi. Bu farqlar doim dastlabda bak kichik boshlandi, lekin vaqtning o'tishiga ergashib jo'lanib, muassasalarning bir-biridan yiroqlash jarayonini paydo qiladi. Xuddi yagona qolgan ikki jonliqlar to'plamining organizmi tasodifiy gen o'zgarishining jo'lanishi tufayli irsiyatning o'zgarish jarayonida asta-asta bir-biridan yiroqlashganda, bir-biriga o'xshab ketadigan jamiyatlarmi muassasalarning farqining zo'rayib berish tufayli bir-biridan yiroqlashib ketishidi. Garchi xuddi gen jihatdagi yotlashishga o'xshash muassasalarning yotlashishining oldin belgilangan yo'li bo'lmaydi hamda bu xil yotlashishning jo'g'lanishning hojati yo'q. Ammo asrlab vaqt o'tish jarayonida oson his qilg'ili bo'ladigan va ba'zida muhim bo'lgan farqlarni shakllantiradi. Muassasalarning yotlashishi tufaylidan kelib chiqqan u xil farqlar hal qilg'uch rol o'ynaydi. Chunki ular tarixning halqiliq kesishmasida iqtisodiy va siyosiy muhitning o'zgarishiga jamiyatning qandaq inkas qaytarishiga ta'sir qiladi. Dunyoning har qaysi joylaridagi iqtisodiy taraqqiyotning o'xshamagan andizalarining mo'lligi
hal qilg'uchi kesishmalarning va muassasalarning yotlishining o'zaro bir-biriga ta'sir qilishini shart qiladi. Mavjud siyosiy va iqtisodiy muassasalar ba'zida muassasalarning yotlishining uzun jarayonida mush holga kelsa, ba'zida oldingi qitimli hal qiluvchi kesishmalarga qarata o'zgacha inkas bildirishdan paydo bo'lgan bo'lib, bular kelgusida bir davlat va xalqda o'zgarish yuz berishning shartlarini hozirlaydi. Qora o'lim va 1600-yildan keyingi dunyo savdosining kengayishi Yevropa hokimiyatlari uchun aytganda ikki hal qiluvchi kesishim nuqtasi bo'lib, ularning zo'r darajada bir-biridan ayrilishini paydo qilish uchun dastlabdagi bir-biriga o'xshamagan mavjud muassasalar bilan uchrashgan. Chunki 1346-yili G'arbiy Yevropadagi dehqonlarning huquqi va avtonomiyasi Sharqiy Yevropadagi dehqonlarga qaraganda ko'proq bo'lib, qora o'limning yuz berishi G'arbiy Yevropadagi feodalizmni hamda Sharqiy Yevropadagi ikkinchi qulluq tuzumini yemirib tashladi. Sharqiy va G'arbiy Yevropa 14-asrda bir-biridan ayrilishga boshlaganligi uchun 17, 18 va 19 asrlardagi yangi iqtisodiy fursatlar Yevropaning o'xshamagan rayonlariga mohiyat jihati farqli hosilotlarni olib keldi. 1600-yilda Angliya podshohining qo'lidagi huquq Fransiya va Ispaniyaning podshohlarining qo'lidagi huquqlarga qaraganda ojizroq bo'lganligi uchun Atlantik savdo tijorati Angliya uchun uni texim zo'r ko'p xillikqa, ya'ni demokratiyaga boshlaydigan yangi muassasalarni qurib chiqishning yo'lini ochdi. Shuning bilan birga Fransiya va Ispaniya podshohlarining taxtini chingaytdi.